Ingliz tilini bilmasam, AQSh fuqarolikka hujjat topshira olmaymanmi? Yo'q, qonunda ko'rsatilgan ayrim istisno holatlar bor va agar sizda ushbu holatlarga to'g'ri keladigan vaziyat bo'lsa, siz ingliz tili imtihonini topshirishdan ozod etilishingiz mumkin. Qaysi holatda ingliz tili imtihonini topshirmasa ham bo'ladi? Sizning yoshingiz 55 yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, hamda AQSh hududida siz 15 yildan beri Green Card sohibi sifatida yashab kelayotgan bo'lsangiz, siz AQShning fuqarolikka topshirishdagi ingliz tili imtihonidan ozod etilishingiz mumkin. Bu holatda fuqarolik testini ham topshirmaydimi? Yo'q, fuqarolik testini topshirish majburiy hisoblanadi va siz ushbu testni o'z ona tilingizda tarjimon yordamida ham topshirishingiz mumkin. Umuman imtihon topshirmaslikka ham ruxsat beriladimi? Ham, agarda shaxsda tegishli tibbiy yoki psixologik holatlarni tasdiqlovchi hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, shaxs ham fuqarolik va hamda ingliz tili bo'yicha testlardan ozod etilishi mumkin. Buni qanday tasdiqlash kerak? Buni tegishli doktorlar tomonidan beriladigan tibbiy ma'lumotlar asosida tasdiqlaymiz.